Hazrat Navoiy aytganlaridek, yoshlikda ilm xazinalarini tersang, qariganda uni yig'asan. Assalomu alaykum azizlar. Studiyamizning bugungi mehmoni Navoiy bobomiz ta'biri bilan aytganda, ilm xazinalarini terayotgan yoshlarimizdan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasi sohibini taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Kuzatuvchilarimizga o'zingizni tanishtirsangiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Avvalambor ko'rsatuvlarga taklif qilganlardan minnatdorman. Men o'zim Qo'qon universiteti Turizm va iqtisodiyot fakulteti moliya va moliyaviy texnologiyalar 4-kurs talabasiman. Ismim Sherali, familiyam Musabekov. Sherali, sizni studiyamizda xush ko'rdik. Inson kamolotida, hayotda ma'lum bir darajalarga erishishida albatta oilaning o'rni beqiyos. Suhbatimiz avvalida sizning bolalik yillaringiz, oilangiz haqida gaplashsak. Avvalambor savol uchun rahmat. Agar oilam haqida gapiradigan bo'lsam, men 2002-yil Andijon viloyatining Oyim qishloqchasida ziyolilar oilasida tavallud topganman. Yoshligim haqida gapiradigan bo'lsam, oilamizda ota-onam ko'proq meni bilim olishim uchun, o'zimni izlanishim uchun juda ham ko'p investitsiyalar qilishdi va shu tufayli shu darajaga yetib keldim. Har qanday bo'sh vaqtimda ham ko'plab joylarda ma'naviy va moddiy yuksalishimda ularda menga bergan bilimlari va e'tiborlari tufayli shu yerga yetib keldim. Sherali, sizni studiyamizga bejizga taklif qilmaganmiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyasi sohibi bo'lgansiz. Bu jarayonlar qanday kechdi? Oson bo'lmagandir? Albatta oson bo'lmadi. Bu darajaga yetishimiz uchun o'zimizni mening harakatlarim va hamda ustozlarimiz bergan yo'nalishlari tufayli shu darajaga yetib keldik. Javob uchun rahmat. Hozirda siz kabi stipendiya sohibi bo'lish niyatida yurgan talabalarimiz juda ham ko'p. Ularga qanday tavsiyalar berasiz? Nima ishlarni qilish kerak? Birinchi qadamni ular nimadan boshlash kerak? Bularga ega bo'lish uchun avvalambor xalqaro sertifikatlar, xalqaro olimpiadalar va ko'plab xalqaro keys chempionatlar bo'ladi va bularda qatnashib faxrli o'rinlarni olish kerak va xorijiy tillar, ingliz tili, turk tili, nemis tili, ya'ni shunday tillar bo'yicha sertifikatlarga ega bo'lish kerak. Yurtimizda startap tanlovlar bo'ladi va bu startap tanlovlarda o'zini ko'rsatib, o'sha yerda sovrindor bo'lish kerak. Bularga Texnoways, Yuzg'oya, shunga o'xshash ko'plab tanlovlar bo'lib o'tadi va shularda sovrindor o'rinlarni egallash kerak. Va eng muhimi o'qish. Yaxshi o'qisangiz albatta yaxshi GPA ga ega bo'lasiz. Yaxshi GPA va yaxshi o'qish bu stipendiyani 60% yutganingizni bildiradi. O'zingizni ilmiy ishlaringiz haqida ham gapirib bering. Hozirgi kunda 30 dan ortiq maqolalar, tezislar sohibiman hamda 2 kitob muallifiman. Talabalik yillaringizda eng esda qolarli voqealar bo'lganmi va universitetimiz sizga nimalar berdi? Avvalambor shu yerga kelganimdan va stipendiyalarni yutganimning asosiy sababchisi bu Qo'qon universiteti hisoblanadi. Qo'qon universitetida yaratilgan muhit shunchalik bo'lganligidan biz juda ham ko'p yutuqlarga erishdim. Bularni sanab o'tadigan bo'lsam, 2021-yilda Koreyada xalqaro keys chempionati bo'lib o'tgan va shu Koreyada chempionatda biz jamoamiz bilan faxrli 2-o'rinni egallaganmiz va bunda moddiy rag'batlar olganmiz. Bundan keyin esa ilmiy rahbarim bilan bo'lib o'tgan startaplar tanlovida qatnashdim va undan esa 53 million so'm yutib oldim. Va yana Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan startap g'oyalarda esa notebook, planshetlar yutib oldik. Ya'ni universitetimizni yaratib bergan shart-sharoitlari bizga shunday moddiy va ma'naviy rag'batlar olib keldi. Sherali, o'z yo'lini endi tanlayotgan yoshlarga, aynan iqtidorli yoshlarga qanday tavsiyalarni berasiz? Birinchi o'rinda ilm. Ya'ni millatni ham davlatni ham, hayotni ham yaxshilash uchun albatta ilm olish kerak. Ilm va yana ilm. Va albatta ota-onaning duosi ham juda ham muhim narsa hisoblanadi. Mazmunli suhbat uchun sizga katta rahmat, Sherali. Bugungi suhbatimiz hammaga manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Shunday qilib, bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. O'qish, izlanish, harakatdan to'xtamaslik muvaffaqiyat kalitidir. Ilmdan boshqa najot yo'q. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr do'stlar.